Bobur o'lganida bir hafta oldin yangi firmaga o'tgan. U yangi kompaniyada обязательное условие страхование edi. Страхование Shvetsariyada. То есть это мощная страховая компания. И bormayman, nima qilaman, o'zing qilib kelaver desam, "Нет, borish kerak, это обязательный момент" degan. Borgan bir hafta o'sha подписать qilganmiz, ikkita страховой kompaniyani. Keyin как будто bilgan dedi odam. Hayron qolganman. И bir haftadan keyin mana shu narsalar bo'lgan. Keyin Hozirtganlar Shvetsariyada telefon qiladi, kim qilyapti, bu kerak emas. Keyin maillar kelyapti, tushunmayapman. Dadamga ko'rsatsam, patom deganlarda qolib ketgan shu. Keyin 40 kundan keyin o'zim kelganimda sal ochsam, anaqalarni, отчётlarni ochsam, оказывается, это была страховка qilgan paytimizda страхование на жизнь выплачивается огромная сумма, прям огромная сумма, пожизненная. Серьезно? Да. Ikkita страховой компания, представляете? Odam ketgan, millioны. O'shanda 100 Ya'ni ming, katta 150 pul ming страховкаdan qolgan. Katta pul qolgan страховкаdan haligacha oz-ozdan har oy to'lab turadi, pожизненно bo'ladi o'sha narsa.